Assalomu alaykum o'rtoqlar, mana navbatdagi kitayskiy romimiz o'rnatib berildi. Mana O'zbekiston tumaniga. Bular hammasi profildan bo'lgan. Relsda yuradigan kitayskiy fasonda. Oynalari germetizatsiya bilan qoplangan. Yana bu yoqda ko'rishlaringiz mumkin. Besetka zimniy, letniy o'zgartiriladigan. Tom qismidan tortib pastki romlarigacha hammasi o'zimiz yasab bitkazib berdik. Agar qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bog'lanib to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin.